Tomas Andreyni deyarli o'ldirishiga sal qolgan osiyolik yigitmi? U yana Tokiodagi voqeada ham o'zini ko'rsatgandi, shundaymi? Ovchilar qiroli bo'lgan Tomasni bunday ko'yga solganiga shunchaki ishongim kelmayapti. Hammaga o'zimni tanishtirsam, meni ismim Belzer. O'ylashimcha, yaqinda juda ko'p yuqori darajali darvozalar paydo bo'la boshlaganini barchangiz payqagan bo'lsangiz kerak. Ammo osmonda g'ayrioddiy faollik aniqlanganidan hammangizni ham xabaringiz bo'lmasa kerak. Va biz atmosferaga so'rilgan sehrli energiya konsentratsiyasi ham keskin oshganligini tasdiqlovchi ko'plab xabarlar oldik. Biroq bu holat ovchi va zindon tizimining mavjudligining butun tarixida hech qachon uchramagan. Shuning uchun uni qaysidir ma'noda noyob deb hisoblash mumkin. Va bu hodisa uchun yaxshiroq atama topmagunimizcha men bu hodisani sehrli sfera deb nomlayman. Ayni paytda sehrli sferalar bir necha davlatlar hududi ustidagi atmosferada to'plangan. Hamda shunga o'xshash hodisa paydo bo'lgan jami 9 ta joy aniqlandi. Va bu kuchning eng katta konsentratsiyasi Janubiy Koreyaning Seul shahrida to'plangan. Janubiy Koreya? Axir bu? Yo'q, janob Songa bunday qarash shart emas. Hech bir ovchi bunday kuchni boshqara olmaydi. 9 ta joy. Balki bu hukmdorlar soni bilan aloqadormikin? Biz bu hodisaning mohiyatini bilmaymiz va hech qanday ma'lumot yo'qligi sababli unga ta'sir qilishi mutlaqo imkonsiz. Biroq bu biz hamma narsani shunday qoldiramiz degani emas. Chunki bizning dunyomiz hozir katta o'zgarishlar yoqasida bo'lishi mumkin. Doktor Belzer, hisobotingizni yakunladingizmi? Ha. Unday bo'lsa, bu yog'ini o'zim davom ettiraman. Diqqat, menda shoshilinch xabar bor. Menga bu gaplarni aytish og'ir, lekin taxminan 2 hafta oldin ovchi Kristofer Gibel bir guruh noma'lum shaxslar tomonidan o'ldirildi. Qanaqasiga? Milliy darajadagi ovchi o'ldimi? Bu yolg'on, shundaymi? Axir bu imkonsiz. Lekin axir buning uchun aql bovar qilmaydigan kuchga ega bo'lishingiz kerak. Yoki bu kecha Tomas bilan jang qilgan koreyalik yigit bo'lsa-chi? Kristofer Gibelning o'limi haqidagi rasmiy e'lon ertaga e'lon qilinadi. Yaqin vaqtlar ichida savollar tug'ilmasligi uchun meni diqqat bilan tinglang. Bizda ayni paytda bu jinoyat uchun gumondor shaxs bor. Bu gumondor S nomli shaxs. Demak, bularning barchasi ortida Sung Junwo emas, boshqa kimsa bormi? Bu osiyolikning yuzi juda tanish ko'rinyapti. Lekin bu osiyolikning yuzi orqamda o'tirgan yigitnikiga juda o'xshar ekan. Ular shunchaki o'xshash. Axir hamma osiyolikning yuzi bir-biriga o'xshaydi-yu, lekin baribirga ham. Nega, otam? Zindon monarxi hududlari. Hukmdorim, bu dunyoda monarxlarning kuchini o'zlashtirgan 4 ta odam bor. Ulardan ehtiyot bo'ling. Monarxlar nega bu yerga otam qiyofasidagi maxluqni yuborganini bilmayman. Lekin ehtimol bu Kamishning aytganlari bilan aloqasi bor bo'lishi mumkin.
AQSh hududidagi darvoza oldida topilgan odam ham inson tilida gapira oladigan maxluq ekanligi aniqlandi. Va u faqat koreys tilida gapira olardi. Shuning uchun koreys tilini biladigan darajali ovchi Hwang Dong-sudan yordam so'ragandek, ammo natijada gumonlanuvchi janob Dong-suni mag'lub etib qochib ketgan. Ovchilar uyushmasining asosiy binosi esa xarobaga aylangan. Gumonlanuvchi Quzg'unlar gildiyasining asosiy jamoa tarkibiga kirgan. Ovchi Hwang Dong-suni mag'lub eta olgan. Shuning uchun u va unga o'xshash bir guruh gumanoid maxluqlar bo'lishi ehtimoli katta. Ular zindondan qochib, ovchi Kristofer Gibelga hujum qilishgan bo'lishi mumkin. Ovchilar uyushmasi shunday xulosaga keldi. U gapiryapti. Koreyaga burningni tiqishni ham o'ylama. Men buni o'z xavfsizliging uchun aytyapman. Aks holda o'limdan keyin ham orom topa olmaysan. O'limdan keyin ham orom topa olmaysan dedimi? Ha, hukmdorim, hammasi to'g'ri. Ishonchim komil. Bu aniq meni otam. Biz gumondor esni qo'lga olish uchun butun dunyo gildiyalaridan yordam so'rab qolamiz. Va agar siz uni topsangiz, darhol bu haqda bizga xabar berishingizni so'rab qolamiz. Bu maxluq umuman odam emasligini qanday aniqladingiz? Uning sehrli kuchi maxluqlar chiqaradigan energiyaga juda mos keladi. Keyingi savol. Aytishlaricha, u o'zini zindonda adashgan odamdek qilib ko'rsatgan. Siz bu ovchini shaxsini tasdiqladingizmi? Ha, haqiqatdan ham shunday odam bor edi. Keyingisi. Unday bo'lsa, nega o'sha ovchini shaxsini oshkor qilmayapsiz? Chunki u hozir shu yerdagi bitta ovchiga aloqasi bor. Shuning uchun buni oshkor qilmaslikka qaror qildik. Boshqa hech kimda savollar yo'qmi? Ammo uni qidirishni osonlashtirish uchun uning shaxsini oshkor qilish maqsadga muvofiq emasmi? Yoki men yanglishdimmi, janob prezident? Xitoyning 8 yulduzli ovchisi Liu Jigen. Yashirmay gapiraman. Bu maxluqlarning ovchi Son Jinwu bilan qanday aloqasi bor? Agar siz so'rayotgan ekansiz, ovchi Liu, unda menda boshqa yo'l yo'q ko'rinadi. So'roq paytida gumondor es o'zini ovchi Son Jinwuning otasi deb tanishtirgan. Ovchi Son Jinwu, bu holatda siz nima qilmoqchisiz? Agar sizning u bilan qondosh ekanligingiz tasdiqlansa va butun ovchilar jamoasi uni qo'lga olishga harakat qilsa-chi? Menimcha ovchilarning asosiy burchi maxluqlarni yo'q qilish ekanligini bilsangiz kerak. Va agar bu odam haqiqatan ham ulardan biri bo'lib chiqsa, men uni albatta tutib yo'q qilaman. Lekin agar bu mening otam ekanligi tasdiqlansa, do'st, men do'st sifatida Son Jinwuni qutqarishga keldim. Hwang Dong-sukning ukasi. Hwang Dong-su, undan ehtiyot bo'l. Unga barmog'ini tekkizishga jur'at etgan har qanday kishini yo'q qilaman. Bu vaziyatda nima bo'lishidan qat'iy nazar, men oilamni himoya qilaman. Boya gapirganingiz rostmi? Ha. Buni 120 dan ortiq davlat vakillaridan iborat 500 ta eng kuchli ovchilar oldida aytish.
Menimcha dunyoda faqat ikkita ovchi bunga qodir bo'lsa kerak. Xo'sh, ikkinchisi kim ekan? Yaqinda siz shifoxonaga yotqizgan odam. Aytgancha, xalqaro konferensiya chaqirilishi munosabati bilan ular ajoyib ziyofat uyushtirishmoqchi. Rostini aytsam, uni tashkil qilish uchun bizdan juda ko'p kuch va pul kerak bo'ladi. Shuning uchun agar siz unchalik band bo'lmasangiz, sizni unga taklif qilmoqchiman. U nima deyapti? Uning so'zlariga ko'ra, u siz Xitoy qirg'oqlariga qochishga yo'l qo'ygan ulkan gigantni tutgan ekan. Siz xitoycha ham bilasizmi? Axir men Osiyo mintaqasiga javobgarman. Shuning uchun bu guruhdagi hamma tilda yetarli darajada gaplasha olaman. Iltimos, davom eting. U o'sha gigantning kuchidan hayratda qolganini aytayapti. Va u bilan suvda jang qilish juda qiyin bo'lgan ekan. U ko'pdan beri siz bilan uchrashishni va u o'nlab maxluqlarni qanday osongina yo'q qilganingizni ko'rib sizni qanday ekanligingizga qiziqqan ekan. Bundan tashqari, u hech bo'lmaganda kimdir Tomasni jilovlay olganidan juda xursand. Chunki uning obro'si juda bo'rttirilgan ekan. Avvaliga bu yigit menga biroz takabburdek tuyulgandi. Menimcha bu odam uncha yomon odamga o'xshamaydi. Bu gumondor esning sizning oilangiz a'zosi emasligiga umid qilishini aytayapti.